Nahorga oshga mana oshlarimizni qovurib suv qo'ydik inshaalloh. Yarim soatdan keyin damlaymiz. Andijon viloyati Paxtakot tumani Uyg'ur qishlog'ida inshaalloh mana ertadan nahorga 5 kilo osh damlayapmiz. To'g'ri akalar xizmatda, mana tog'alar, akalar hammasi shu yerda. Mastalar pishyapti mana inshaalloh. Evet, berat yapma. Hatta yürüyüşke tuz salış gelemez mi? Sap koydunuz mu? Çağlar kaynayaptı. Ucunab çıkmışsız bombaya da. Bari geldiniz mi?